9000 rubldan boshlanadi narxlar. Nima xizmat deysizmi? Bu samolyotda bir kunda kirdi chiqdi xizmati. Bu narx ichiga nimalar kiradi? Qarang. Bordi keldi aviaprelyotingiz. Yo'qda o'zimizni taksilarimiz kutib olib, sizlarni granitsa qildirib, yana aeroportga olib kelib qo'yish xizmati. Xullas siz misol Moskvadan ketadigan bo'lsangiz, Moskvadan Samaraga, Chelyabinga yoki Tyumendagi o'zimizni ana shu shopirlarimiz oldiga uchasiz, yerdan shopirlarimiz sizlarni kutib olib, granitsa qildirib, yana mana shu 3 ta aeroportda biriga sizlarni olib kelib qo'yadi. Qaytishda yana sizlar Moskvaga samolyotda qaytasizlar. 24 soat davomida kirdi chiqdi xizmatdan foydalansangiz bo'ladi. Qaysi davlat fuqarosi bo'lishingizdan qat'iy nazar. Faqat no degan joy bor. O'zbekiston, Qirg'iziston fuqarolariga 9000 rubldan narxlar boshlanadi. Agar Tojikiston fuqarosi bo'lsangiz, uzoqroq chegaraga jo'natganimiz hisobiga sizlarga narxlar 15000 rubldan boshlanadi. Lekin sizlar bir kunda ichida kirdi chiqdi xizmatdan foydalanasizlar. Shu yoqni e'tiborga olib qo'yinglar. Agarda qiziq bo'lsa, +7 kodi bilan 921 +7 921 762 25 00 raqamlariga WhatsApp, Telegram hamda Max tarmoqlaridan murojaat qilasizlar. Assalom.